zo'r pichog'im bor deb qilmabman-da, kesib ko'rsatardim. Lekin gap bo'lishi mumkin emas, boqqanga rahmat. Bu qanaqa anodaqasi? Turi qanaqa? Mana o'zimizda joyda. O'zini mesniy moli. Yo'q, shunaqa mol bormi Qozog'istonda? Gap necha kiloli bittasi? Bittasi shu 180 kilo 200 kilodan boshlanadi. Bu yoqqa ketadi 400-450 kilo. Sredni 300-350 kilo. So'ragan. Общий necha tonna bor? Общий. Furalar. Bitta furamizda 60 bosh bo'l qaram bo'lsa. Bittada. 20 Yo'q. 20 tonna. Значит, общий 60 tonnalar atrofida ekanda. Qachon kirdi bu? Bitta fura, 3 ta fura bo'lsa 60 tonna go'sht. Buni hozir choyxonalar, kafe, restoranlar ham bemalol olsa bo'ladi, ha? 1 kilo olsa ham, 1 tonna olsa ham, 1 tonna 100 ming. 99 ming qildik bugun. 99 ming qildik bugun. Bo'ladimi? Aytdim, Parviz akamdilar. Haqiqatan zo'r ekan lekin go'sht. Siz qassobmisiz o'zingiz? Ha? Qani ko'ring qani nima deysiz? Qani baho bering qani? Endi biz endi tushunmaymiz go'shtni. O'zimiz mollar, o'zimiz motor, mashina 120 so'ylayapti. 120 ming. Toshkentda kilometr boshqa mol so'ylayapti. Bitta o'rtada bitta devor borda. Devor bor, buni boshqa. Narxi shunchalar narxi. Ya zo'r. Agar qani edi shu mana shunaqa narsalar ko'payaversa, keyin o'zimizning go'shtlar ham tushadi. Mana shunaqa xalqimizni o'ylaydigan tadbirkorlarimiz ko'paysin. Sizlar uchun ajoyib yangilik. Endi O'zbekistonda go'shtlar narxini inshaalloh qo'ldan kelgancha tushiramiz. Bu go'shtlarimiz Qozog'istonda mesniy go'shti bo'ladi. Har bittasini halollik sertifikatlari bor. Bu mamlakatga keling. Hozir mana Jizzax viloyati Oron bozorida turibmiz. Hokimiyat bozorimizda mas'ullari bilan go'shtni narxini tushirish maqsadida bu tashkil qilingan yarmarka bo'ladi. Halolligiga Xudo xolasa 100% javob va oxirida aytib o'tamiz, o'sha ustozlarimizni oldidan o'tib bu videoni qo'yamiz, Xudo xolasa. Mo'min go'shtni narxini necha pul qilamiz? 100 ming xalqqa sotiladi. 100 ming so'm xalqqa sotilayotgandi. Men yana nimadir qilaylik dedim. Nima qilib berasiz? 99 ming qilib beraylik shuni. O'zi necha pul bozorda abishniy go'sht necha pul? Abishniy go'sht 140 ming, 140 ming, 130 minglik go'sht. Bu muzlatilgan go'sht emas, yaqinroqdan olib qo'yasiz. Bu muzlatilgan go'sht emas. Sizlar bilan hozir bittasini qani kesib ko'ramiz. Bismillah. Mana shu yerdan kessak bo'ladimi? Ya subhanalloh. Biz chap qo'l bizda endi. Olib keling. Mana. Mana. Ranglari ham juda chiroyli. Hech qaysi muzlamagan. Temperaturasi necha turibdi hozir? Xonaning temperaturasi 4 gradus, ha? 4 gradusda turibdi. Xudo xolasa, inshaalloh yeb ko'rib tamaga baho berasizlar. Mana. Mana hech qanaqa muzlagan joyi gram yo'q. Haqiqiy lahm. Mol go'shti 99 ming so'm. Qo'y go'shti 120 ming so'm. Mana endi obunachilarga Yaqinroq kelingiz. Hozircha Jizzax Oron bozorida, Samarqand go'sht bozorida. Keyingi planlar qanaqa xudo xolasa? Xudo xolasa, mana Jizzaxda o'zi Oron bozoriga bo'lsa, Xudo xolasa Jizzaxga ham boshqa bozorlarga, boshqa toshkalarga ham 4-5 ta toshka ochib tayyorlaymiz. Endi avtosalonidan bitta tashkillashtira olamizmi? Qilamizmi? Bo'ldi, inshaalloh endi avtosalonidan ham ana shunaqa go'shtlarni xarid qilsalaring bo'ladi. Bu faqat o'zimizda shu xalqimiz uchun juda ham arzon narxlarga qo'yib beramiz inshaalloh. O'zbekiston bo'ylab ochamiz aka, 12 ta. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda har bitta menimcha endi katta ehtimol bilan shu shahar bozorlarida ochilsa kerak. Kamida har bitta viloyatda 5 tadan ochamiz. Bitta 5 tadan kamida. Qachondan bu loyiha qachondan ishga tushdi? Bu loyiha aka mana endi ko'paytiryapti. Bu 2-3-4 yildan beri ham anchadan beri nima qilib kelamiz. Bor, kengaytirilishi endi bo'lyapti. Jizzaxdan ochilganiga mana xudo xolasa nechinchi kun bugun? Bugun 4-chi kun. Bugun 4-chi kun, ha? Bugun 4-chi kun. Alloh barakasini bersin, davomli qilsin. Sizga o'xshagan xalqimizni o'ylaydigan tadbirkorlarimiz ko'paysin. Salomat bo'ling. Qo'limiz mo'yin. Mol go'sht. Qo'y go'shti o'ylamanglar, qo'y go'shti turib qiling. Shirin joy shumi, shu joydan o'zim olsam bo'ladimi? Shirin joyda. Ha, bemalol. Mazza qilasiz.
Rangini qaranglar buni. Muzlagan go'shtni rangi bunaqa bo'lmaydi. Muzlamaganligi uchun bunday turib. O'zi muzlagan go'shtni ham yesa hech narsa qilmaydi u aslida. Kapasini yo'q. Shunaqasini. Qanday chiroyli qilibsiz. Qassobxonada ishlaganmanmi yoshlikda? Va Farozjon aka. Shunday kelasiz, o'zingizga yoqtirgan joyni tanlaysiz. Xohlasangiz mana biqin, xohlasangiz mana shunday qilib shunday qo'yasiz. 1 kilo 342 gram 99 ming so'mdan kilosiga berib ketaverasiz. MBN obunachilari uchun. 17 kilolik shirvozcha turibdi qo'limda. Bu go'shtimizning narxi shu bugungacha o'zi go'shtni narxi nech pul abishni? Yo'q, abishni bozorda nech pul? 140 ming. Lekin bizning obunachilarimiz uchun mana hokimlikka va mana shu yerdagi mas'ullarga katta rahmat. Bizning obunachilarimiz uchun 110 ming so'm qilib qo'ydik. Faqat kilogrammga bu xalqqa to'g'riroq. Lekin buni xohlagan viloyatingizdan zakaz qilsangiz bo'ladi. Va hozir Jizzaxda choyxona, kafelar uchun 5 tadan ortiq olishsa, dastavka xizmatlari ham tekin qilib qo'yishibdi. Narxi nech pul qilib berdik? 125 ming so'mga xohlagancha xarid qilishlaring mumkin. 100% sertifikatga ega, inshaalloh ustozlarimiz tomonidan tekshirilgan, hammasi ishonchli. Xudo xohlasa, bu ishimizni butun respublika bo'ylab qilamiz. Hozirda Samarqand, Jizzax, keyingi tochkasi Toshkent bo'ladi. Samarqand go'sht bozorida, Jizzaxda esa Orom bozorida. Narxlari mana optiv narxlari shartnoma asosida ishlashadigan choyxona, kafelar uchun 125 ming so'mdan qilib qo'ydik. Xalq uchun, MBN obunachilari uchun 110 ming so'm qilib qo'ydik. Ketsa ketsin, biz xudo xohlasa faqatgina mana shunaqa manfaatli videolar olamiz, boshqa videolar olmaymiz. Bularda 100% o'zimiz tekshirib ko'rib, sertifikatlarini ko'rib, ustozlarimizdan maslahat so'rab, keyin reklama olishga qaror qildik. Bitta like bosib, Instagram sahifamiz Go'sht bozor bo'ladi va MBN ga ham obuna bo'lib qo'yasiz, Go'sht bozorga ham obuna bo'lasiz va qaysi viloyatlarda tezda ochishimizni xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Maxsus do'konlari tayyor bo'lyapti. Mana davomiyligi inshaalloh постоянный bo'ladi. Inshaalloh постоянный xohlagancha olishlaring mumkin.